bitta trekkercha aytib berasizlar. O'zini Matve bamperi bo'ladi. Turishini qaranglar. Hozir biz yechib taylamizda yangi kelgan Black bamperimizdan pastga stoplari bilan birga qo'yib beramiz. Buni qo'yilgandan keyin bitta ko'rib o'zingiz baho berasizlar. Bu bamper chiroylimi yoki narki bamper chiroylimi? Bundan tashqari trekkerga bizga nimalar bor desanglar, trekker paroklarni ham xuddi shunaqa qilib Black Piano, undan tashqari oldi abesovkalari, abesovka RS, Lexus, xohlasanglar Premier'da Black qilinganlaricha bor. Polni Chevrolet emblemalaricha nomerlarni pastga tushirib beramiz. Buni turishlarini qaranglar. RS yozuvlar bilan birga. Shunday kompaktni chiroyli chiqdi. Bundan tashqari desanglar bizga даже kreloni, поворотникларni ham qoralari bor. Polnisda oyna nikellari, qoralari bor. Polnisda Black Edition bo'ladi hamma joyi. Kimga shunaqa xizmat mahsulotlar kerak bo'lsa, uni sabran projekt qo'yasizlar. Lekin bampercha nima deyapti turishini qaranglar. Bitta bampercha turishiga e'tibor beringlar. Zazorlarni kiyganlar e'tibor beringlar. Nima deysizlar? O'zini bamperi chiroylimi? Bu chiroylimi? Mana polni stopga, fatfarnikka yonib yuradigan bo'ladi. Qaranglar qanaqa chiroyli turdi. Trekkercha просто bomba bo'lib yarashdi. Gulshitellar nima deyapti buni? Kimga shunaqa mahsulotlar, xizmatlar kerak bo'lsa, uni sabran mahsulotlar o'zimiz qilib beramiz. Turishlarga ketaveradi.